Assalomu alaykum. Termiz uy savdosi obunachilari, aziz surxondaryoliklar. Sizlarga Termiz shahri Jo'raboyevadan qarshimizda ko'rib turgan 9 qavatli uylarning orqasida 4 qavatlilarda umumiy maydoni 73 kvadrat bo'lgan uyimiz sotuvda. Lokatsiyani tushundingiz, yubileyniga 5 minutlik yo'l. Hozir biz koridorda turibmiz. Uyimiz to'liq 100% avoydan chiqarilgan. Umumiy xonalar soni 3 xona. Kvadrat metri 73 kvadrat metr. Chap qo'limizda sanozel, ya'ni hojatxonasi. Hojatxonasi alohida hisoblanadi. Hojatxonasi bilan banyasi. To'g'rimizda oshxona. Uyda ba'zi jihozlar olib chiqib ketiladi, ba'zilari qoladi. Demak, oshxonamizda ko'hna mebellar qilingan, bular hammasi qoladi. Eng muhimi aziz obunachilar, ataplina qilingan. Ya'ni 4 qavatli eski domlar bo'lishiga qaramay, to'liq ataplina qilinib, isitish tizimiga ega. Oshxonamiz ham aboy qilingan, ko'rib turganingizdek, koridordan chap qo'limizda mehmonxonasi. Mehmonxonasida ko'rib turganingizdek, komplekt naborlar, stol-stullar chiqib ketadi, konditsionerlar qoladi, gilamparlar o'z uchun qilingan qoladi. Bu xonamiz ham to'liq avoy qilingan. Demak, narxini aytib o'tishimizdan oldin har doimgidek bitta like tugmachasini bosib, Termiz uy savdosi kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Narxi 415 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. O'ng qo'limizda sanozel, ya'ni Dushovoyda Ariston bor, to'liq kafillangan. To'g'rimizda detskiy komnata. Bu ham to'liq avoy qilingan, gilamparlar qilingan, qoladi hammasi. Demak, endigi ko'radigan xonamiz spalni xona desak ham bo'ladi, mehmonxona desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu xonadagi komplekt navorlar chiqib ketadi, gilamparlar qoladi, konditsioner qoladi. Demak, narxini aytib o'tdik. Lokatsiyasi Termiz shahri Jo'raboyevada, yubileyniga 5 minutlik yo'l. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kod bilan 716 53 78. Tamom.